Assalomu alaykum hammaga do'stlar, sizlar bilan yana Vayro YouTube kanali. Bugun biz Simiya uchun yangi uyga ko'chmoqdamiz. Hop, hozir yangi uyni olgani ketyapman. Ya'ni to'g'ri sotib olayotganim yo'q, abmay qilyapman o'zimni uyimga. To'g'risi nimaga deb so'rasanglar, bu uydan zerikdim. To'g'risi hamma joyga borish uchun uzoq. Rinokka, Banisaga, banklarga borish uchun uzoqlik qildi ancha. Qimmat dom bo'lgani bilan. Hop, savdoni boshladik. 10 millionlik domga 15 millionlik domni beryapman. Ya'niki 5 millionlik remont bo'lgani uchun DP 10 million 500 qo'shib beryapti. Hop, mana obmen yakunlandi. 9 million 975 ming dom tushdi. Yaxshi. Bo'ldi, уже hal. Uy bizda. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz bu uyga borish. Hop. Uyga keldik. Mana uy qayerda desanglar, Bogotirovda. Bemalol ko'rishinglar mumkin Bogotirovda. Eng oldi uylardan olib oldim. Serios bunaqa uyda anchadan beri surishtirib yurgandim. Nihoyat chiqib qoldi va sirasi oldim. Mana uy ko'rinishlarini ko'rishinglar mumkin. Tashqi ko'rinishi juda ham ideal darajada. Orqa tomonlarga ham ahamiyat bersanglar, orqada basseynlar. Juda ham ajoyib qilib qo'yishgan uyning ko'rinishini. Xullas, nima desalar bo'ladi? Boylarning uyida, boylar qatnaydigan. O'zi hamma joyda 3 xil sostavli uy bo'ladi. Hozir bu yerda Bogotirovda ham oddiy, o'rtacha va yuqori. Ya'niki hozir yuqori darajadagi dom bo'ldi. Remonti oddiy remont 3 ekan. Hozir biz bu yerdan uyda remont qilamiz. Xo'p, birinchi sonli uy. Ko'rish mana shunday ko'rinishda ekan. Xo'p, o'lib ketsin, pul topilar. Remont bosaveramiz biz ham xuddi shunday remontni ko'ramiz. Juda ham ajoyib turadi, chunki bu o'zini haqiqiy remontida o'sha uyda. Shuning uchun o'sha remont mos keladi bu uyga. Mana ketdi, 10 million so'mga remont qilindi. Ideal ko'rinishda bo'ldi uyning ko'rinishi. Yaxshi. Xo'p, garajga kirib olamiz. Hop, garajimiz ham shu har doimgidek 8 talik garaj. Bemalol 8 ta mashinani chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Elita domlarning hammasi 8 garajli bo'ladi-yu, o'zi undan ham yaxshiroqlari chiqsa bo'lardi. Garaj 10 taliklari shunaqalar sotuvga qo'yilsa, undan ham zo'r bo'lgan bo'lardi. Hozir 8 talik ham normalniy, где-то 10 talik bo'lsa chetki bo'ladi. Hop, mana mashinani ko'rishinglar mumkin. Hammasi 1 viloq mashinalar. Только 1 viloq mashinalarni kolleksiya qildim. Mana buning o'z narxi 3 million so'm 1 viloq. Hali uncha yurmagan. Mustangda ozroq yurganman, kilometr bo'lishi mumkin. Bu ham go'z 5 million 1 viloq. Hop, bu ham 10 million so'm 1 viloq. Mini
Koupi 2,5 million so'm. Bir valat bu ham. BMW Ghost 6 million bir valat. Supra 8 million so'm bir valat. Jaguar bir valat bu ham. Hop, Maserati Ghost 10 million so'm bir valat bu ham. Hop, endi ikkinchi qiladigan ishimiz bu simyani ulash o'rtoqlar. Ancha esdan chiqib qolibdi. O'sha ulashim kerak edi. Simya ulandi. Hop, endi o'rtoqlar birato'la simyani obzor qilib ketamiz. Hop, simyamizda qanaqa mashinalar bor? Gelik, yana bitta gelik, Lambo va yana bitta Lambo bor. Hozircha 4 ta mashinamiz bor. To'rtalasi ham ideal ko'rinishda, bemalol qo'shilib haydasanglar bo'ladi. Hop, simyani nastroykalarga keladigan bo'lsak, hop, nastroykalarni ham ko'rib chiqamiz. Hop, o'rtoqlar. Simya nomi Vayro. Hop, topda birinchi o'rinda turibmiz. FVga har kuni borishadi bolalarni o'zi amallab killarni qilib kelishmoqda. Hop, FV uchun qurollar olingan, o'sha seyf to'ldirib qo'yganim ishlatishibdi. Hop, odamlar keladigan bo'lsak, hozircha shuncha odam bor. Qo'shilish uchun joy bor hali. Ekranlarni ko'rinishiga keladigan bo'lsak, hop, ko'rishinglar mumkin 50 talik joy. Hop, mayli dedi 60 talik joy bo'ldi. 20 ta joy bor bemalol. Kelsanglar 20 tacha odamni bemalol qabul qilamiz simyaga. Hop, simyaga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, Telegramdan Vayro 38 ga yozsanglar yokida 88lik 028 09 28 ga yozsanglar ham bo'ladi. Bemalol qabul qilishamiz. Hammaga omad do'stlar. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar.